Assalomu alaykum Namangan. Bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q. Namangancha gapiramiz, qani let's go. Assalomu alaykum. Bu Namangancha podkast. Bu safargi sonida kreativniy yondashdik. Mana bunaqa atmosferniy joylarda olishga qaror qildik. Bu galgi mehmonimiz yana o'sha Ali. Ko'plab hozirda muhokamalarga sabab bo'lgan Ali. Xush kelibsiz yana bir bor. Assalomu alaykum aka, salamsiz. Taklif uchun Shunchalik yana vaqtingizni ajratib ko'rsatuvimizga kelganingizdan bugun lekin ko'p gaplarni ochiqlaymiz. Bugun yana ochiqlaymiz. Ha, bugun boshqacha bo'ladi deb o'ylayman. Qalay? Yaxshi aka. O'tgan safargi suhbat oldik, juda ham zo'r ketdi. Ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Ba'zilarga yoqdingiz, ba'zilarga yoqmadingiz. Oldingi suhbatdan hozirgi o'sha paytdagi Ali bilan lekin hozirgi Ali вообще o'zgarib ketdi-da. O'zingiz ham agar his qilgandirsiz. Chunki kontentlaringizni ham kuzatibman. Bunaqa o'zgarib ketishingizga nima sabab bo'ldi? O'sha ish qilib podkast uyushtirgandan keyin bo'lmadimi? Yo'q aka, podkast uyushtirgandan keyin bo'lmadi. Savol bu hozir menimcha nafaqat sizga juda ham ko'pchiligiga qiziq bo'lgan savol bu. Chunki kommentariyalarda hamma shunaqa. Endi oldingidagi video qilmay qo'ydim, oldingidagi qisqa gaplar yoki qanaqadir ma'noli gaplar yoki she'r degan narsalar aytmasdan qo'ydim. Tabiiyki odamlar qiziqyapti. Xuddi siz aytgandek o'zingiz ham yozishgandir, to'g'rimi? Aka, har kun yozishadi. Xo'p, buni asosiy sababi aka, biz ishonganlar paytida biz bilan turmagani, biz sodiq bo'lganlar biz bilan sodiq bo'lmagani, biz qalbimizni berganlar aynan shu qalbimizni yaralagani. Ya'ni yonimizda qoladi oxirigacha deganlarimiz oxirigacha yonimizda qolmagani. Ular bizga shu narsani o'rgatib ketdiki, hech qachon bir kishiga qalb bermaslik, bir kishiga imkon bermaslik, bir kishiga muhabbat qilmaslik, mana shu narsani o'rgatib ketdi. Endi aytishim mumkin ko'pchilik hamma bir xil masko yoki hamma bir boshqacha hamma deyishi mumkin, lekin hali bilmadim. Tushunamadi. O'sha bu do'stlikdan bo'lishi mumkin, sevgidan bo'lishi mumkin, hamma tomonlama. Ya'ni o'sha podkastdan hozirgacha aka men deyarli faqatgina yo'qotishga uchradim desa ham bo'ladi. Aynan shu yo'qotishlar mana shunaqa o'zgartiradi deb o'ylayman. Ya'ni qattiqroq, qahri qattiqroq, bag'ri toshroq qildi degan. Qanaqa yo'qotish deganda nimani tushunsa bo'ladi? Yo'qotish, misol deylik, oiladan, moddiylikdan, ya'ni ko'p sinovga yo'liqdik va mana shu sinovda ko'pchilikni ko'rib oldikki, ko'pchilikni anglab oldikki, yonimizda kim bor, kim yo'q, sanoq yo'q edi. Hozir menimcha agar sanasam mana shu 4 ta barmog'imga yetsa kerak. Chunki bir 4 ta yo 5 ta odam yonimda bor xolos. Nima sabab bo'ldi bunga? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim, avvalambor Allohning sinovi, musulmon kishi shunaqa fikrlaydi. Avvalambor Alloh sinovi. Asosiy zarba, endi udar deymiz, asosiy zarba. Mana go'sht ham keldi. Hozir bir minutdan go'shtni ham qo'yib olaylik-a. Voy, mana go'sht qara. Yo'q, olasizmi yoki sho'q qo'yib bering. Qo'ying mana shu. Go'sht beraymi o'zimmi yo'q? Qo'ying. Mana. Bu mollikimi, qo'yikimi? Mollikmi? Molli ham shunaqa qilib bo'ladi. Go'sht ham Tom Jerry'da ko'rardik. O'shaga go'shtlar faqat klipda ko'rganmiz bunaqa go'sht. Kinolarda ham multfilmda ko'rganmiz. Voy, bu hammani ishtahasini ochib yuboramiz. Biz ovqatlanamiz. Podkast olamizmi aka? Bunday bo'ladi. Birinchi ovqatlarga boshida ham aytdim-ku, kreativniy yondashdikda, mana ochiq osmon ostida. Birinchi ovqatlanib, keyin podkast qilamiz demaysiz? Yo'q, mana tabiiyda. To'g'ri. Buni ham o'zining ashti. Bu boshqacha yondashdik. Qanaqa turamiz yo holatga. Ha, bo'ldi. Hujjatga beraymi, shart emasmi? Ya, shart emas. Jaydarchi. Klientga bersa, rahmat. Xo'p, boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, erkak kishini aka menimcha oilaviy muammolarchalik sindiradigan va oilaviy muammolarchalik insonni o'zgartirib yuboradigan, erkak kishini o'zgartirib yuboradigan bir narsa yo'q bo'lsa kerak. Ya'ni ko'chadagi qanaqadir muammolarni qanaqadir vaqtda hal qilishi mumkin, qanaqadir imkoniyatda hal qilishi mumkin. Ko'chadagi muammolar menimcha shunaqa davleniya bermaydi deb o'ylayman odamga. Oilaviy muammolar menimcha erkak kishini tubdan o'zgartirib yuboradi deb o'ylayman. Menga ham asosiy sabab shu bo'ldi deb o'ylayman. Men buni chuqur ochiqlamoqchi emasman. Bu asosiy sabab shu menimcha.
O'sha yonimizda hech kim qolmagani. Xullas, shu. Yonimizda biz istaganlar. Mana biz bilardik, kimdandir omad ketsa, masalan, pul ketsa, u yonda hech kim yo boshiga qanaqadir qattiq musibat tushsa, keyin yo'qolib qolardi. Biz o'ylagan odamlar. Lekin sizga shunaqa Yo'q, unaqa darajada musibat kelgani yo'q. Bu musibat nimaga yo'qolsa musibat yoningizdagi odamlar yo'qolib qoldi. O'tgan safar bor odam. Shunaqa hayotda yashayversak ko'raverar ekanmiz aka. Bu biz bilan oxirigacha degan odamlarimiz oxirigacha bo'lishligini bilmasak ham shu uchun bundan keyin shunaqa darajaga kelib qoldimki, misol bir kishini yoqtirishingiz mumkin, bir kishini yaxshi ko'rishingiz mumkin, lekin qalbimni tub-tubida turadi aka. Bu bir kun ketadi. Ya'ni qalbimda aynan mana shu narsani ushlab qolishga odat qildim. Bir kun ketadi. Bir kun ketadi. Mana shu narsani yoqtirishim mumkin yoki nimadir qilishim mumkin, yashashim ham mumkin. Bilan lekin qalbimni tub-tubida turadigan narsa bir kun ketadi. Va mana shu narsaga tayyor turaman. Men tayyor emasdim bu narsaga. O'zimni tayyorlamagan. Chunki men umuman aqlimga ham kelmagan narsalar bo'lib ketdi. Ya'ni o'sha boya aytganimdek, menimcha nima o'zgarish bo'ldi? O'sha ochiqlaymizmi mana? Ochiqlayman desiz. Nima o'zgarish bo'ldi? Asosiy aytdim, oilaviy yo'qotish. Buni hali tubdan anaqa gaplashmaymiz, oilaviy yo'qotish. Mana shu narsa menga qattiq ta'sir qildi. Shu narsa meni o'zgartirdi. Endi aka mana narsada sportga berilib ketdim. Как раз hozir Ashxarda so'rayman deb turuvdim. Oxirgi paytda kontentlaringizni ko'ribman-da. Faqat sport zal. O'tgan safargi suhbatimizda unchalik ochiqlamagandingiz. Sport bilan shug'ullanib turaman degandingiz, to'g'rimi? Men oldindan ko'pchilik aytayapti, sportga endi haliga kirib keldi, mana qanaqa narsa o'xshamasa sportga kirib keldi deydi, boshqa deyapti. No, men yoshligimdan sportda katta bo'lganman. Yoshligimni shu narsani ichida oldindan taniydiganlar hammasi biladi. Endi bu narsani misol gapirish xohlamagandim hech qayerda. No, shu o'tgan safar ham sport bilan shug'ullanib turaman. Misol degandingiz, shu bilan temani tugatib qo'yuvdingiz. Muay Thai va judo bo'lgan, kurash bo'lgan asosan. Muay Thaidan 2 karra O'zbekiston chempioni bo'lganman o'zim. Gap yo'q. O'sha 2018-yili 7-iyunda o'sha O'zbekiston chempionati o'tgan. O'zbekiston chempionatida yutgandan keyin jahon chempionatiga Tailandga yo'llanma olganman. Yaxshi pishyaptimi? Qarab qo'ying. 2018 Gap yo'q. 2018 Tailandga yo'llanma olganman. Jahon chempionatiga, O'zbekiston chempionatida yutib Muay Thaidan. Va 2018 7-iyun ketadigan bo'lsak, 2018-yil 1-mart dadamni o'tib qo'yganlar. Ana shundan keyin to'xtagan. O'sha paytda sport to'xtatgandingiz. Ha, sport endi ota menimcha erkak kishi uchun o'yidagilar masalan otangiz, mana rahmatli otangiz qarshi bo'lmaganlar sportga yo'q. Otamni eng so'raydigan narsasi ibodat va sport bo'lgan. Ilm va sport bo'lgan. Sportga shunaqa qattiq qaragan, shunaqa jiddiy qaragan sportga otam. Menimcha ko'pchilik erkak kishi qaraydigan narsa farzandi uchun. Lekin otam jiddiy qaragan sportga va sport bilan shug'ullantirgan ham otam va sport bilan shug'ullanayotgan paytimda meni qo'llagan ham otam. Otamni o'limlari menga juda qattiq ta'sir qilgan. Shu sababdan o'sha davrlarda to'xtagan. Ya'ni 2020-yildan keyin karantindan keyin yana boshlaganman. Volniyni kurashni va kurashdan ham musobaqalarga chiqqanmiz, boshqa qilganmiz. Uncha odamlar bilmaganda. Ha, buni bildirmaganman, Endi mana nima sabab o'sha bildirmasligingiz? Endi yo'nalish boshqacha bo'lgan-ku. Endi odamlar sport bilan shug'ullanib, bir shug'ullanganimizni qo'yardik-ku. Prosta odamlar ko'rardi, zalga chiqadi. Shunaqa tamomiy sport bilan shug'ullanib turadi, o'zimiz ham chiqamiz. Lekin yoshligimdan men sportchi katta bo'lganman. Shu aka, menimcha o'sha meni o'zgarishimga katta sabab. Oling, aylantiring. Menimcha meni o'zgarishimga katta sabablardan bittasi aka yo'qotish bo'ldi. Yo'qotish. Aynan biz ishongan insonlar va men kutgan odamlar, meni yonimda turadi degan odamlarim aynan meni yonimda turmagani va ketgani. Va biz sodiqmiz deganlar biz bilan sodiq bo'lmagani. Bu narsa ta'sir qildi menga, qattiq ta'sir qildi. O'shaning uchun men shunaqa bo'lib ketdi. Endi odamlarning gapi, juda ham ko'plab insonlar gapiryapti. Bunaqa emas, siz bunaqa bo'lib qoldi. Odamlar qachon gapirmagan aka? Nimaga gapirayapti shu odamlar? Odamlar qachon gapirmagan? Mana misol sizga savol. Odamlar qachon gapirmagan aka? Odamlarning gapiga, agar odamlar xohlayotgan hayotni, men bitta narsaga afsuslanaman aka shu kunga kelib. Odamlar xohlayotgan hayotni yashamoqchi bo'lganimga afsuslanaman. O'zim xohlagan hayot, o'zimni xotirjam xohlagan hayotdan boshqa chekkada qolib, odamlar xohlayotgan hayotni yashamoqchi bo'lib, ularga o'sha narsani ko'rsatmoqchi bo'lib kelganimdan afsuslaman. Ya'ni eng katta afsusim mana shu, odamlar xohlayotgan hayotni yashamoqchi bo'lganim. Endi bundan menga o'zim xohlagan hayotda yashayman. Odamlar nima deyishi menga qiziq emas. Odamlarning gapi meni hech qachon o'zgartirmagan.
Odamlarning gapi meni hech qachon ta'sir qilmagan. Chunki odamlar aka ishoning, men o'sha yaxshi gaplarni gapirib, ma'noli gaplarni gapirib yurganimda ham, misol qisqa gapirardim. O'shanda ham aytgan odamlar gapiradi. Endi siz qoluvdingiz, u domla, u, ya'ni odamlar gapiramas gapiradi. Odamlarning gapi har kun o'zgaradi. O'shaning uchun odamlarning gapiga men umuman e'tibor qilmay qo'ydim. Odamlar nima desa desin degan narsa. Как раз shu odamlar gapi deganingizda o'tgan safargi suhbatimizda aytgandingiz, 90% ayollar yo'q deb gapirilganda siz nimaga siz ayollar ko'proq sizni hater, ayollarni hater derganda, to'g'ri? Bor. Nimaga? Yo, Shunaqa tema. shunaqa eshitdim-da. Shunaqa tema bor lekin. Ayollar hater deb shunaqa yomon ko'rasizmi ayollarni? Yo'q. Ayol kishini har bir erkak borki, menimcha ayol kishini yaxshi ko'rsa kerak. Chunki agar menga aytsa hozir, bitta orolga ketasan, bitta hech kimsasiz orolga ketasan, o'zing bilan bitta kishini olib ketish mumkin. Kim olib ketasan? Siz men ayol olib ketgan bo'lardim. Chunki Alloh taolo nima qildi jannatda? Bizga do'st bermadi, ona bermadi, kimi berdi? Ayollar berdi. Nimaiki, erkak xotirjamlik ayol bilan ayol kishini tabiiyki yaxshi ko'raman. U yaxshi ko'rmasdan iloji yo'q ayol kishini. Lekin ba'zi bir aqlli ayollar aynan mana shunaqa fikrga borishlikka va mana shunaqa ayollar haqida noto'g'ri o'ylashlikka sabab bo'lyapti. Va men o'zim hayotimda ko'rib kelgan, uchragan, do'stlarimda uchragan, tanishlarimda uchragan ayollarni ta'riflab berib gapirsam, juda ham ko'pchilik ayollar o'zlariga olishyapti-da, gapirishyapti. O'zlariga olishyaptimi? Demak, ular ham shunaqa. Demak, ular ham shunaqa. Shu sababdan misol mana kommentariy nima debdi o'sha kommentariyada? Mana qarang, o'zi как раз o'sha bitta kommentariy bor edi. Hozir men sizga o'qib beraman. Ayollarning hali ketishi, erkaklar hali ajrashgan ayollar. Qarab turing. Erkak bo'lsa ayoli ketmaydi. Ichuvchi, nashavand, buzuq, mas'uliyatsiz erkak bo'lgandan keyin ayol nima qilish kerak? Albatta ketadi. Hech qaysi ayol ajrashaman deb turmushga chiqmasa kerak deyishyapti-da. Mana shu kommentda yozilgan gapda. To'g'rimi? Aytishmoqchiki, o'sha nashavand, uruvchi, masalan, ayolini uruvchi bo'lsa nima qilish kerak? Ayol kishi ketadi-da deyishyapti. Lekin hech qaysi ayol ajrashaman deb turmushga chiqmaydi deyishyapti. Mana ozmoz taniysiz aka? Misol men aychamanmi? Hech eshitganmisiz, ko'rganmisiz? Yo'q. Qanaqadir yomon narsa chekamanmi? Yo'q. Yo bir qo'pollik holatini ko'rganmisiz menda? Yo'q, umuman Men eshitmaganman. misol oilamda juda ham mehribon, so'mayman. Mancha aka. Mancha. Mana. Ketaman degan ayolga aka ishoning, dunyolarni olib kelib bersangiz ham. O'tgan safargi gapingiz. Xuddi Shunaqa shunaqa. qo'yib kerak. Shunaqa qo'yib yuboradigan payt qo'yib yuborishlik kerak. Uni men aynan ajrashadigan ayollar deganimda, ajrashadigan ayol deganimda, ajrashgan ayollar deganimda o'z boshimchalik bilan. Unaqa ayol agar haqiqatdan shunaqa bo'lsa, ayol hamma ham 100% demagan. u manaqada Ayrim hamma ham ajrashgan ayol deganimda kim nazarda tutganman? Hamma narsa bor, sharoit qilganda haligi o'zi xohlab, aql ishlamasdan ajrashadi-ku, shunaqa ayollarni o'z boshimchalik qilib ajrashgan ayollarni nazarda tutganman. Bu yerda hamma ayol kommentariy yozgan ayollar kim o'zi? Ajrashgan ayollar-da. Eri bor ayol, eriga itoat qilayotgan ayol hech qachon kirib, Instagramga kirib, kommentariyaga kirib, yozib birov bitta erkak kommentariyasiga yozib o'tirmaydi. U eri bilan va farzandlari bilan band bo'ladi. baxtli bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni bu virtual shunaqa narsa ekanki, aka. Bitta oddiy misol, qanaqa virtual yolg'onligini va unda hamma xuddi baxtliligini, virtualda hamma baxtli, to'g'rimi? Aslida qanaqa yashayotganimizni o'zimiz bilamiz, to'g'rimi? Virtualga Instagram qarasangiz, hamma baxtli, xuddi faqat men baxtsizman deb o'ylab qolasiz. Lekin mana bitta narsasini isbotlab beraman sizga. Mana oddiy misol. Bitta rasm qo'yishdan oldin qizlar, endi erkaklar ko'p montaj qilmaydi. Qizlar oddiy o'zlarining rasmlarini qo'yishdan avval qancha montaj qilishadi? Qancha qayerlarga o'zgartirishlar kirishadi? Beauty effektlarni qancha qilishadi? Ranglarni, yuzlarini, effektlarni qancha o'zgartirishadi? Tushunasizmi? Bu tabiiylikdan qochishda. Ya'ni va o'sha narsani ko'rsatib, soxta holat ko'rsatib, baxtlimiz. Shu narsaga tushunmaydi. Shu narsa gapda keyin ana uyda o'tirgan ayol o'shanga ishonib qoladi-da. Da, oynaga qarasa, nima? Holat boshqacha. Keyin men nimaga bunaqa yurmasligim kerak? Men buni nimaga bunaqa qilmasligim kerak? Dildora Niyozovaning bir ashulasi chiqdi. Er bo'lmasa, ayt kimsan ayol deganda. Xuddi unda ham klipda ham bitta xuddi uyda o'tirgan ayol bitta o'rtog'ini ko'rib qoladi-da, salonda ishlaydigan o'rtog'ini ko'rib qoladi. U bagati, ana mashinalarda keladi, "Voy, o'rtoq" deydi. "Mana shunaqa qilib yuribsanmi?" deydi. "Kel meni oldimga" deydi. U oilasini tashlaydi. Oilasini tashlab chiqib ketadi, bolalarini tashlab chiqib ketadi. Keyin u qizga qo'shiladi. U qizani motivatorlarga olib boradi. Klip mobaynida shunaqa zo'r ishlanganda u klipda. Undan keyin bir kun u
Keyin ajrashgandan keyin o'rtog'ini bolalar bilan tanishtiradi, kafeda o'tiradi. Klip mobaynida. Hayotdan olinganda. Da, xuddi shunaqa. Keyin haligi oxirgi kelib chiqadiki, haligi o'rtog'i qarz bo'ladi, kreditga olgan bo'ladi, do'koni yopiladi. Hali motivator ayolni bolalar narkoman bo'ladi. Keyin oxir nima qiladi? Ayol uyiga yana keladi. Erining oldiga, bolalarining oldiga keladi. Otasini uyiga borsa, qabul qilmaydi. Bor deydi, men sendan o'zi berganman seni deydi. Bor uyingga deydi. Xuddi shunaqa. Erining oldiga boradi-da, kechiring deydi, baribir. Yani nima qilyapti? Kelyapti-da. Boshqa iloji yo'q. Bitta narsa. U o'shanda kech bo'ladi. Da. Bitta narsa, ayol kishi eri bormi? Dunyo qarshi chiqib tursa ham eriga, dunyo hamma qarshi chiqib tursa ham haqiqiy ayol, sodiq ayol erining orqasida turishlik kerak-da va erimni gapi gap, erimni aytgan deb eri tarafda turishlik kerak. Ana shu ayol o'tkazmaydi. Chunki erining uyidan boshqa hech qanaqa uyga sig'maydi, erining qalbidan boshqa hech qanaqa qalbga sig'maydi u ayol. Shu narsani tushunishlik kerak. O'sha qisqa va lo'nda javob beradigan bo'lsam, agar meni o'zgarishimga nima sabab bo'ldi, seni o'zgarishing degan bo'lsangiz, ayol sabab bo'ldi shu. Erkakka ayolchalik o'zgartiradigan, ayolchalik sindiradigan narsa bu dunyoda mana shu bo'lsa kerak. Va qara hozir как раз mana oilaviy mavzu ketyapti-da. Va bizni kuzatayotganlar orasida uylanmaganlar bor. Shoshilmaydi. Aytib qo'y. Nima maslahat berasiz uylanmoqchi bo'lgan? O'ylanmasdan uylanmasang, uylanib o'ylanasan deydi-ku. O'shanga o'ylanib uylaninglar. Ana shoshilib bir kun ko'rishadi-da, bilib olish mumkinmi shunaqa ayol kishini? Nima deb o'ylaysiz? Uchrashuv bor albatta guvohlar sifatida, guvohlar bilan birgalikda. Bitta narsa aka, hech qaysi ayol va hech qaysi erkak bir-birini ostonasini mana bitta ayol, bitta qiz deylik, erini ostonasidan xatlab o'tib, u bilan bir yostiqqa bosh qo'yib yashamaguncha bilmaydi. Yo siz bilganmisiz? Yo'q. Siz mana bu ham hali suvilmagan qonun deydi-da. Xuddi shunaqa. Siz mana uylanganingizdagi qancha bilmagan xarakterlaringizni ko'rgansiz, to'g'rimi? Xuddi mana ham shunaqa. Hech qachon bitta ikkita uchrashuvda yoki qanaqadir yillar davomida bo'lgan suhbatda hech qachon men seni to'liq bilaman deya olmaydi. Oddiy ko'chada masalan yuribmiz. Sizni ham masalan ba'zi ko'rgan odam yo kibr ekan deyishlik, bir suhbat qilmagan, ko'rmagan odam meni ham xuddi shunaqa o'ylaydi-da, kibrli aka deydi-da, to'g'risi. Bir kishi bilan suhbat qilmaguningizcha masalan ebelarga borib masalan sayohat qilib yo o'g'il bola bilan ham masalan qayergadir sayohatga chiqib birga aylanib kelmaguningizcha bir u odamning xarakterini bilmaysiz-da. Shunaqa. Biz kibr emasmiz deng, biz odamlardan charchaganmiz deng. Odamlardan charchaganmiz. Shu uylanmoqchi bo'lgan insonga tavsiyamiz shuki, shoshilmaslik. Misol deylik, shoshilib qo'yib keyin afsus qilgandan ko'ra kechroq bo'lib baxtli yashagan yaxshiroq bo'ladi. Shoshilmaslik va yana shoshilmaslik. Shu narsani tavsiya qilaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Shoshilganmisiz? Mana sizga. O'zingiz gapingizdan o'zingizga savol chiqyapti-da. Nima deb o'ylaysiz? Shoshilganmisiz? Yaxshilab e'tibor bersangiz aka, hamma ajrashgan oilalar bor-ku. Boshida bir-birlarini hech kimga alishmaydigan darajada bir-birlarini sevishgan. Bu noto'g'rimi? Boshida. Ya'ni hech kim bilmaydi keyinini bilganingizda siz aka qadam bosmay qo'yardingiz hech qaysi tomonga, hech qaysi narsaga, misol oddiy qaralganda. Shu sababdan bu turmush tavakkal degani. Agarda ayol sizni o'ylasa, agarda ayol sizni desa, siz cho'nchagingizga qarasa, siz sharoitingizga qarab ish qiladigan ayol bo'lsa, mana shunaqa ayol bilan yashashlik kerak. Sizni o'ylaydigan, sizni holatingizni hisob-kitob qiladigan ayol bilan menimcha yashashlik sizni yutganingiz shu. Sizni deydigan. O'ylashmaydi aytishim mumkin, hamma ayol erim deydi-ku deydi. To'g'ri, lekin hamma emas. Shu sababdan yana bir narsa, qars ikki qo'ldan chiqadi va mana bitta tushunib yetgan narsam borki, erkaklar og'ir bosiqroq bo'linglar va yana bitta eng kerakli joyi faqatgina erkak o'zi tomonidan emas, ayol tomonidan ham qarab bitta ikkita narsani tushunishlik kerak. Ya'ni ayol tomonidan ham qarab tushunish kerak. Rahmat. Ya'ni erkak kishi o'zini prinsiplarini gapiraveradi-yu. Men mana qilishim kerak edi, menga mana qarshi bo'ldi, menga mana bo'ldi, menga mana bo'ldi deydi-ku. Ayol tomonidan ham qarashlik kerak deb o'ylayman. Ayol ham odam-ku. To'g'ri, biz hozir faqat erkaklarning prinsipi ayol qilish kerak bo'lgan ishlarni gapiryapmiz, lekin erkaklar ham qilish kerak bo'lgan ishlar ko'p. Juda ham ko'p. Misol oddiygina qilib tushuntirganimda, xuddiki hadisda aytilgandek, kiysa kiydirish kerak, yesa yedirish kerak. Kiysa kiydirish kerak, yesa yedirish kerak, olsa unga ham olishlik kerak. U tomondan ham qarashlik kerak. To'g'ri, ertalabdan kechgacha uyda, ertalabdan kechgacha bir o'sha xonadonda, xizmatda, boshqada
Yani ozgina asabi buziladi, stress, unda ham stress degan narsalar bor. Ayollar ham ozgina tushunishlik kerak. Lekin bizda manda bo'lgan narsa nima desangiz, misol mana shunda jarlikkacha olib kelib turib, bo'ldi oldiga yana oldiga yurishimiz kerak. Ya bo'pti, oldiga yurib jarlikka tushib ketgandan keyin o'zi tushib ketdi-ku. Lekin o'shangacha kim olib chiqdi? Ular. Shunaqa narsa. Hali nechaga kirdingiz? 25 dan o'tib 26 ga deylik. 26 ga deylik, mana komment o'qib qoldim u ham. Bu yosh bo'lib turib, shunaqa gaplarni gapiryapti, u yosh bola yo dedi. Lekin siz 26 siz fikrlashingiz, hayotingizdan o'tkazgan narsalar, siz o'zi asli nima deydi? Aslida necha yoshsiz? Tushundingizmi? 10 yil qo'shib qo'yish kerak. 10 yil. Mana boshdan o'tkazgan shuncha qiyinchiliklar ko'rdingiz, to'g'rimi? O'zi otamni yo'qotishlik, Siz 36 yoshsiz, shunaqami? shunaqa. O'shani aytaman. O'zi shunaqa. 10 yil qo'shib qo'yaverasizlar. Agar mabodo siz suhbatga kelmoqchi bo'lganlar, ishonmaydiganlar suhbatlashib qo'yaveraman 36 yosh, 40 yoshli odamlar bilan. Prosta aytaman-da, hayot o'zi shunaqa qilib qo'yadi-da, erta tarbiyalab qo'yadi, deydimi, ha? Shunaqa. Hayotda misol bitta gap bor, bitta gap o'qib qoldim, realni shunaqada. Aytyapti-da, sana men qanaqa bolaman desa, manaqada. Misol deylik, bolalarga aytamiz, sana muammolaringni ota-onang hal qilib berayotgan paytda, meni muammolarim haqida ota-onam xabari bo'lmagan. Mana shunaqa katta bo'lganmiz. Tushundingiz-a gap? Tushundim. Sani muammolaringni biz tengqurlarga aytamiz, ko'pchilikka sani muammolaringni ota-onang hal qilib berayotgan bir paytda bizni muammolarimiz borligini ota-onamiz bilishmagan ham. Xabari bo'lishmagan. Xuddi shunaqa. Ularni o'zimiz hal qilganmiz. Otam o'tgandan keyin aytaman, otam o'tishi o'zi meni 10 yilga qaratgan. Hozir 26 yosh bo'lsam 36 hisoblashadi. Bemalol hisoblayverasiz. O'zi shunaqa bo'ladi-da, odam qiyinchilik ko'rgan paytda juda erta, masalan, pul topish kerak. Ota-onasi borlar xotirjam bo'ladi-da. Ya otam bo'lib qoladi. Deydi, otasini davrida yuradi. Endi siz masalan erta ajragansiz otangizdan, to'g'rimi? Eng navqiron davrimda desam. Ha, rosa o'ynab kuladigan paytingizda siz o'sha pul topishga kirgansiz-da. Pul topishni o'ylagansiz, chunki onani o'ylagansiz. Xuddi shunaqa. To'g'rimi? Xuddi shunaqa bitta narsa bor. Men misol o'tgan safar ham aytdim-ku. Aka. Otamni tobutlarini ko'tarib kelyapman. Misol zalda treningga qilamiz, og'ir toshdan ko'taramiz-ku. Aka, birorta tosh bosib qolgani yaxshiroq-da undan ko'ra. U yukni ko'tarib ketishlik, otani o'limini, o'lgan otangizni yelkangizda siz ko'tarib ketishingiz siz uchun eng kuchli va eng nomer 1 insonda. O'ligini yelkangizda ko'tarib ketishingiz va o'shani borib lahatga bir odam, bitta odam sig'adigan joyga shuni kirgizib, toshlar bilan to'sib va o'z qo'llaringiz bilan otangiz ustiga turpoq tashlab yuborishingiz dahshat. Aka, buni ishoning, yukchi, buni imini mana shu narsani yuki, buni ya'ni so'z bilan ta'riflab bera olmayman men bu narsani. Misol oddiy yursangiz, otangiz bilan ketyapsiz, misol tasavvur qiling, o'zbek chang bo'lsa qanaqa jahli chiqib qoqib qo'yasiz yokida changdan endi o'ylab ko'ring, shuni yotgan joyda yuziga shuni turpoq tashlashingiz o'zingiz qo'llaringiz bilan. Dahshat. Bu aka ta'riflab bo'lmaydi, emas. Shuning uchun mana shu narsalar hayotda ancha katta qilib qo'ygan bizni. Ancha desa ham bo'ladi. Va go'sht qarang. Go'sht ham bilmayman. O'zdan mana Tom Jerry'da ko'rgan go'shtlarimizda laxm. Bular go'sht aytdim-ku, klipida ko'rganmiz xolos. O'ylaydi odamlar har kun bilan mana shunaqa go'sht yesa kerak, birinchisi. Bunga ham negativ yozishadi. Ha, birinchisi rostdan aytaman. Mana shu joyga birinchi marta kirishim, birinchi marta bilan go'sht pishirishim o'zim O'zdan ham boya aytdingiz-ku. Ha, bu bor. Birinchi marta kirishim bu joyi. Ko'rmaganman deb. Aka, mana ko'pchilikda ko'chada yurishimdan yoki internetga qo'yayotgan narsamdan, voy yolg'on hammasi. Ishonmani. Qanaqa yashayotganimizni o'zimiz bilamiz. O'zi boshimizdan o'tkazayotgan narsalarni o'zimiz bilamiz. Yana bir narsa, meni gapirayotganlar, meni muhokama qilayotganlar, bitta narsa aytaman sizlarga. Meni oyoq kiyimimni kiyib, meni kiyimlarimni kiyib, men yashagan hayotni yashab o'tmaguninglarcha va ulardan sog' omon chiqib, menga o'xshab oyoqda mana shunaqa turmaguninglarcha, meni hayotim haqida va meni muhokamam haqida gapirishga haqqinglar yo'q deb o'ylayman. Va bu narsani to'g'ri deb bilaman. To'g'ri inson bir insonni hayotda yashamas ekan, u inson o'zidan boshidan o'tkazgan narsalarni gapirishlikka boshqa joyi turib, menimcha haqqi yo'q. Shu soatda gapirayotgan negativlar yoki gapirayotgan, asli negativ umuman e'tibor qo'ymayman. Gapirmoqchi bo'lgan yoki gapirayotgan odamlar sizlarga o'sha bitta gap,
mani kiyimimni kiymasdan, mani oyoq kiyimimni kiymasdan, mani kiyimlarimni kiyib, mani yo'limdan o'tmasdan turib, misol mani hayotim haqida muhokama qilib, san bo'lsan deyishlik haqqi yo'q. Haqqinglar yo'q deyman. Mana shu narsani yaxshilab bilib olishinglar kerak. Qara Ali, do'st nima siz uchun? Umuman olganda nimani tushunasiz do'st deganda? Do'st. Beraylik. Do'stmi? Maza qilib pishiramiz. Pishib qoldimi? Pishib qoldi aka, tezroq aylantirib. Bo'ldi, rahmat. Nima siz uchun do'st? Do'st deganda meni ko'zim oldiga birinchi bir do'stim keladi, Abdurauf. Kurtkanlarmi? Ha, hozir musofirda. Aka deganda akamiz keladi, Azzatilla aka. Ukalarim deganda 3-4 ta ukam bor. 4 ta barmog'ingiz ichidagilar bular? Ha, shular. Ikkita yaqin ukalarim bor. Misol bularni o'zi bittasini ham bolalarni taniysiz. O'zimizni jiyanlar, ukalar birga katta bo'lganmiz, Bilolxon, Aloxonlar. Ukalarimiz misol qalaq biz birgacha aka, ishoning, ko'p narsani boshimizdan o'tkazganmiz. Do'st deganda bilasizmi? Do'st deganda haligi bir gap bo'lgandi-yu. Do'st deganda qo'l bilan ko'zni tushunaman-da. Bu gap oldin ham aytilgan, kimdir ham aytganda, qo'l bilan ko'z qanaqa desa ketyapsiz oddiy, ha? Pashakirni uchib ketib pashakirdim yoki ko'zingizga zirava kirib qoldi, nimadir kirib ketdi. Ko'zingizga birinchi nimani olib kelasiz? Qo'lni olib kelasiz. Sirazi qo'lni chiqamiz. Ya do'st shunaqa narsa deb bilaman. Do'st u siz mana shu akam Izzatilla aka va Abdurauf oshnalarim, Bilolxonlar, Aloxonlar, misol shundoq o'tirishimizga qarab, kayfiyatimizga qarab, ko'zimizga qarab biladi aka. Nima bilaligimiz, kayfiyatimiz yaxshimi, yomonmi, o'shani biladi. Do'st deganda aka bu faqatgina shu ishrat, maishat shunaqa emas. Endi ko'p do'stlar hozir bilasiz, faqat yaxshi kunida. Manaqada Alloh uchun do'stman deydi, qiyomatli do'stmiz deydi, yomon yo'lga tortadi. Qo'pollar aytganda misol harom ishlarni qilib turib qiyomatlimiz deb qo'yadi, harom yo'lga ketadi. Qayerda? Lekin bitta narsa aka, shu kungacha kelib men sen bilan qiyomatliman degan oshnlarimizni, men sen bilan qiyomatliman degan akalarimizni, men sen bilan qiyomatliman degan tanishlarimizni tanish deyotgan agar ular. Hali qiyomat bo'lmadi? Topolmaymiz. Qiyomatda qayerdan topamiz? Yo'q. Ya'ni bu oddiy so'z. Men qiyomatli do'st umuman katta mavzu. Qiyomatli do'st deganda nimani tushunamiz aslida? Ha, qiyomatli do'st deydi, deb qo'yishadi. Qiyomatli do'st tushunish kerak o'zi. Qiyomatli do'st deganda aka, bu narsa ya'ni Alloh uchun do'st degani, qiyomatgacha do'st degani, Alloh uchun do'st degani. Alloh uchun do'st bo'lishlik, buni shartlari bor o'zida. Misol, men siz Alloh uchun do'stingiz bo'lsam, menga pul kerak. Menga oddiy bitta dunyoviy narsa tushuntiraman. Menga o'ta zarur pul kerak. Siz bilan qiyomatli deb shartlashganmiz. O'sha boraman, chiqaman, mashinangizni minib turib, shundan sotib olaman deb pulini o'zim ehtiyojimga ishlataman. Siz mashinani qani deysiz? Mashina muammo kirib qoldim, ishlatib oldim ehtiyojimga. Shunaqasi bormi? Ana shu narsa qiyomat bormi? O'ylab ko'ring. Yo'q. Mana shu narsa qiyomatli. Oddiy dunyoviy masalada tushuntirdim men. Siz mana kelyapsiz, mana turibsiz, mana shu nimadir zaruriyat bo'lib qoldi, misol, oddiy qilib gapirganda. Telefoningizni shuna olaman, borib sotaman. Qani telefonim deysiz? Sotib yubordim, mana qilib olgan. Sababini so'ramaysiz. Ana shu. Bormi shunaqa? Yo'q, hozir. Ha, bo'ldi. O'shaning uchun. Yo'l boradi hozir. O'shaning uchun aka aytaman, qiyomatli degan do'stlarimizni qiyomatdan avval topolmayapmiz. Hozir sanab berdim-ku, o'shalar xolos yonimda aka. Boshqa odamlar yonimizda yo'q. Boshqa odamlar Necha bor? Qani ko'raylik aka, pishdimi yo'qmi shuncha qarang. Ozgina bor ekan aka. Mana pishdi. Misol mana aka, kecha siz bilan bitta masalada gaplashdim-a, ko'rishib. Mana shu vaziyatga tushdim. Aytdim, faqat yo'qotishdan iborat bo'ladi hayot dedim-ku. Aka, o'sha davrimizda yurganimizda, surib yurganimizda hozir ham alhamdulillah hech kimdan kamimiz yo'q. Alhamdulillah. Oldi bo'lib yurganimizda, o'sha pikda yurganimizda, internetda ham boshqada ham shu trend yurganimizda aka, bizga yordam bermoqchi bo'lganlar ko'p edi. Bizga yaxshilik qilmoqchi bo'lganlar ko'p edi. Hozir mana ikkitasidan so'rasak, yo'qolib qolishadi. Hayot shunaqada. Sizdan kechishni boshlaganda aytadi-yu, cho'qqiga chiqqaningda ular seni kimligingni taniydi, cho'qqidan yiqilganingda sen ularning kimligini taniysan. To'g'ri. Xuddi shunaqa narsani men tanidim. O'shaning uchun barmog'im. Mana shu barmog'im, mana shu Bo'ldi. bo'ldi. Mana shuncha. Uyda onajon bo'ldi. Ona birinchi o'rinda. Hozirgi mana shu qilayotgan ishlarim ham bitta onam uchun. Onamga yaxshi sharoit qilib berishim, oilamga yaxshi sharoit qilib berishim. Odamni, men misol, mana aka mashhurlik kerak emas. Odamni o'ylashi mumkin, oktagonga chiqyapti, urushyapti. Mashhur bo'lishi. Menga mashhurlik kerak deb o'ylaysiz.
Chunki bilmagansiz-da, bilmagansiz. biz umuman menga hozir mashhurlik kerak deb o'ylaysiz. Misol juda ham ko'p joyga borsam 5 tadan 3 ta odamni to'xtatib rasmga tushadi. Men o'tib bo'lganman bu narsadan. Men aytaymi aka, meni tinch qo'yishsa bo'ldi. Men o'zimni ishimni qilay, o'zimni karyeramni qilay va onamga yaxshi sharoit qilib beray, oilamga, ukalarimga yaxshi sharoit qilib beray. Bas onam bilan maza qilib, onam xohlagan joyda dam olay, onam xohlagan sharoitini qilib beray, onam xohlagan narsasini vaqtida olib beray, bo'ldi. Menga kelib odamlar men bilan rasmga tushmasin, menga kelib odamlar meni maqtamasin, menga kelib odamlar kerak emas. Siz animisiz demasa, yo'q. Kerak emas hech narsa. Kerak bo'lsa meni umuman bilishmasin ham. Men chekkaga chiqib qolay, internetdan ham chiqib qolsam ham mayli, lekin o'zi kirib olganmiz internet olamiga iloji yo'q. Men zamon talabida bu. Ha. Men agar nima uchun desa, bitta onamga yaxshi sharoit qilib berishim uchun bo'ldi. Erkak kishi ekanmiz, hamma narsaga qo'l urarkanmiz aka. Onamizga yaxshi sharoit qilib berishlik uchun. Bir kishining gapinida, bir kishidan hijolat bo'lib, bir kishidan uyalib to'xtab qola olmas ekanmiz. Chunki erkak kishi ekanmiz. Shu onamga yaxshi sharoit qilib berishim kerak bo'ldi. Odamlarning gapi umuman menga qiziq emas aka. Odamlar hech qachon men qiynalgan vaziyatda kelib yonimda turmayapti. Men o'tayotgan joylardan men bilan o'tmayaptimi? Nimaga ularning gaplari uchun kerak? Shu narsa. Qarali, siz she'r yozib turardingiz. She'r yozaman dedingiz. Ko'ringchi pishdimikin? Keyin mavzuni davom ettiramiz. Bir o'zimiz pishirgan ovqatdan yeb ko'raylik. Albatta kesachi. Menimcha pishitish kerak. Qorayman ketyapti aka bu. Lekin hali pishmadi deydi. Ya'ni bismillah. Yeb ko'rasiz? Ha, yo sizdan o'zingizdan. Ozgina bormi? Ha, ishga olmaysizlar bizda. Biz ishga olaylik sizdan. O'zingizlar pishirib maqsizlar. Men qani bitta ta'min ko'ringchi. Yaxshi aka. Yeb ko'ringchi. Ertaga chaqirib yurmanglar, bu ovqat pishirib beringlar deb. Ha, okey aka. Lekin ana ovqatni bunaqa lampalar bilan kelib pishirmaymiz ha. Yaxshimi? Ya'ni bir 5 minut bormi yo? Yo'q, qo'yib ketsa kerak 5 minut. Pishdi aka. Pishdimi? Bo'ldi. Pishdi bizga o'xshab. Hayotimizga o'xshab. Bismillah. Ta'mi qalay? Zo'r aka, zo'r pishiribsizlar. Tugansizlar aka endi. O to'g'risini aytayim. Oshpazmanda dema. Formizlar bo'lar ekan bizda. Mandan ham olaylik. Ha, olayapmiz sizlarni. Haliga. Bemalol ish qilaylik, biz suhbat qilaylik. Qani o'tiringchi. O'zingiz zo'r pishiramiz ha? O'zimiz pishirganga o'xshab, bismillah. Kelinglar. Lekin eng katta mehnat qiluvchilar kadr ortimizdagilar, mana shu akalarimiz. Ha, tan joylar sog' bo'lsin. Mana Bo'y gapimiz lekin yaxshi pul topadigan ham o'shalar. gapimiz chala qoldi. Ha. She'r aytib berardingiz. She'r yozib turardingiz. Oxirgi paytlarda faqat reelslaringizni ham faqat sport ko'ryapman-da, hech Ha. bir eskilikdan holat yo'q. tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan kontent yo'q-da. Ha, sport ham tarbiyaviy aslida. Targ'ib. Yo, targ'ib. Lekin sizni ko'pchilik bir ma'noli gaplaringiz bilan, ma'noli she'rlaringiz bilan kuzatardi-da. Men oxirgi paytimda qarayapman-da. Faqat sport. Sportda asli qo'yishimdan maqsadim o'zi bitta targ'ib. Musulmon kishi, erkak kishi sport bilan shug'ullanishgan. Erkak kishini tanasi, Albatta. erkak kishini tanasi misol qattiq narsalarga, kuchli epidemiyalarga yaratilgan. Agarda u faqat dam olib yursa, faqat o'tirib, faqat uxlab yursa, tabiiyki jinsiy gormon ishlab chiqarish boshlaydi va inson semirishni boshlaydi. Ya'ni erkak kishining tanasi og'ir narsalarga yaratilgan-da. Mana shu narsalar targ'ib. So'usi. Maxsus so'us aka. Gap yo'q, so'usi ham bormi? Albatta aka. Rahmat. Misol aka, ko'pchilik endi bilasiz, mana shunaqa narsadan pand yegandan keyin ko'pchilik ichkilikka belib ketadi. Qizlarga, To'g'ri. yoki har xil chekadigan narsalarga belib ketadi. Endi aka, Siz alamni sportdan olyapman. ha, xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Oldin unaqa bo'lmaganda. Yo'q, oldin. Chunki siz alamingiz hech kimda yo'q edi-da. Hozir endi shunisiga ham shukr aka, birinchi o'rinda. Ha, Yomon yo'lga ketib qolmaganimizga va o'sha narsani qilmaganimizga. She'rga keladigan bo'lsak, o'sha yaqinda aytgan she'rim o'zimizga tushib qoldi-da. Yangisimi yo oldingi yozilgani endi sizni hayotingizga tushib qoldimi? Ha, oldin yozilgani endi hayotimizga tushib qoldi. Mana. Qani bir ishda haydovchiman, mana ovqatimni ham qo'yib qo'ydim.
Endi baridan o'tib bo'ldim men. O'sha aytganingizdek hissiz ham bo'ldim. Bu qadar toshbag'ir bo'lishligi uchun bilmaysizlar nelarni his qilib bo'ldim. Aynan mana shu joyi. Odamlar bilmaydi men nimalardan o'tganimni, lekin qilayotgan ishlarimni hid qilish bilan o'g'ri. Odamlarga ham hayronman. O'sha aytdim-ku, odamlarning gapi kuniga o'zgaradi. Odamlarning gapiga men olmay e'tibor qilmay qo'yganman. Odamlarning fikri har kuni o'zgaradi deydi-yu. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Kuniga siz qilayotgan ishingizga qarab o'zgaradi. Hozir agarda men sportdan qaytib, sportni ham hid qilyapti. Odamlar nima, misol fohishalarni olib chiqmayotgan bo'lsam yoki bir haligi har xil ochiq-sochiq vayn qilmayotgan bo'lsam-da. Tushunyapsizmi? Haligi odamlar To'g'ri. Odamman. Jinniliklar qilib, ani faqirlarni kiyib yurmagan bo'lsangiz. Odammi deydi-yu. Odamda. Shunaqa. Endi payg'ambarimizdan ayb qidirishgan. Ha, Biz kimmiz? xuddi shunaqa aka. Negativlar o'sha paytda ham bo'lgan. Hozir ham bor, keyin ham bo'ladi. Eng asosiy to'g'ri yo'l menimcha e'tibor bermasa faqat oldinga. Mana bitta narsa-da. Bular orqada-da. Va bizga nisbatan bo'lgan ishlar ham orqada. Nimaga mashinani bakovoy qismi kichkina, laboy katta? Masal nimaga? Chunki O'ylab ko'rmagan ekanman. orqadan ko'ra oldidagi narsa muhimroq. Unga kattaroq narsa e'tibor berish kerak. Va bakovoyga nima qilasiz? Bir qarab turasiz. Agar ko'zingiz bakovoyda qarab, orqaga qarab qolib ketsangiz nima bo'ladi? Avvaliy bo'lasiz. Shu sababdan Juda ham zo'r tushuntirish lekin. Shu sababdan orqadagi narsaga hadeb qaralavermaydi-da. Bir qarab turiladi nimaga? Ehtiyot chorasini ko'rishlik uchun. Ha, bitta qattiq burilish qilmoqchimanmi, bitta orqaga qarab olaman, xuddiki bakovoyga qarab olganim kabi. Burildi hadeb ham qaravermayman. Ha, agar orqada bakovoyga qarab ko'zingiz qolib ketib qolsa, nima bo'lasiz? Avariya bo'lasiz. Avariya bo'lasiz. Oldini ko'ra olmaysiz. Shuning uchun oldida Hayotda ham xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Bekorga labovoy ham katta emas-da. Chunki oldidagi narsa orqadagi narsadan muhimroqdir. Chunki orqadagi narsa o'tib ketasiz. Sevgi sizni sindirganmi yo ko'proq sizga malham bo'lganmi? Общими. Общий olib qaraylik. Общий holatda ko'p sindirgan. Va inson singanda yo zaiflashadi yo kuchli bo'ladi. Ya bu narsa meni kuchli qilganidan xursandman. O'zi sevgi bormi? Bor. Bor aka. Sevgi bor. Bor narsa. Endi uni kim qanaqa ko'rishiga bog'liq. Misol kimdir uchun sevgi gul, kimdir uchun sevgi mehr, kimdir uchun sevgi e'tibor. Lekin haligi sevgi bor narsa faqat uni kim qaysi tomondan qarashga bog'liq. Lekin sevgi agar sizga malham bo'lganmi, sindirgan bo'lsangiz, ko'p holatda sindirgan. Mana shuning uchun ham bundan keyin aytdim-ku, hech kimga bundan keyin hech narsani tushuntirishni ham xohlamayman, hech kimga bundan keyin hislarimni aytishni ham xohlamayman, hech kimga bundan keyin men bir qanaqadir insonligimni ta'riflashni ham xohlamayman va kimligimni ham ta'riflashni aytib berishni ham xohlamayman. Ya'ni tushuntirishdan va izoh berishdan va hislarni bildirishdan charchadim. Kimdir o'zi aytdim-ku, yoqtirishi mumkin, lekin qalbimni uncha-muncha bermayman. Chunki aynan qalbimni berganlarim qalbimni sindirishdi. Bas, o'zlarining yo'llarida davom etishsin, o'zlarining yo'lida ketishsin, meni tinch qo'yishsin, men o'zim yo'limda ketaman. Lekin hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Hech narsa avvalgidek. Insonni qaytmaydi demoqchisiz. Yo'q, qaytmaydi. Insonni borida qadrlash kerak. Insonning eng katta xatosi mana shu yerda. Ko'p narsani e'tibor bergan bo'lsa, o'zingiz ham hayotingizda bo'lgan bo'lsa kerak. Yo'qotgandan keyin qadr bilinishi boshlaydi. Xuddi shunaqa. Borligida bilinmaydi. Bu nimadan? Orzular ko'pligidan aka. Va mana shu biz ham kontent qilmoqchi bo'lgan nima virtualdan. Bu men buni muhokama qilgandik. Shu sababdan orzuni kamaytirishlik kerak, boriga qanoat qilishlik kerak, boriga shukr qilishlik kerak va tushunib yetishlik kerak buni. Shu. Muhimi ayol kishilarga tavsiya, nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar, orqasida turishlik. Men siz bilan manda. Bas. Mana shu narsa kerak erkak kishiga. Faraz qiling, siz bitta o'zingizga katta qaror chiqardingiz-da. U qaror bir kun kelib sizni hayot majbur qilib orqaga qaytarishga majbur qilganda, qaytgan bo'larmidingiz? Yo'q. O'ylanmasdan yo'q. Chunki men qaror bergunimga qadar aka men borimni beraman, vaziyatni qo'lga olishga harakat qilaman, vaziyatni tushunishga va uni to'g'rilashga harakat qilaman va eshitishga harakat qilaman. Va bu bir marta qilmayman-da bu harakatni. Ko'plab qilaman bu harakatni. Oylar, yillar, kunlar davomida qilaman bu harakatni. Va oxiri ana shu joygacha borilsa-yu, bu narsa bo'lmasa, bo'lgan joyi shu ekan, bas mashina qo'yib yuborishim kerak ekan. Qo'yib yuboraman va qaror berib
ya'ni x qo'yganimdan keyin farq yo'q. Kim bilan va qay holatda qaytib kelishiga o'zgartirish bo'lmoqchi yo'q. Ming u men qattiq sevgan insonim bo'lsa ham, yoshligimdan katta bo'lgan do'stim bo'lsa ham bitta qaror berdimmi, ha? O'shangacha ya'ni qanaqadir salbiy qaror deylik, berdimmi? Bo'ldi. Lekin unga qadar men harakat qilaman to'g'rilashlikka, harakat qilaman. Bo'lmasa bo'ldi, qilmayman. Endi oxirigacha yuravermaysiz-ku. Bu yana shu ekan, bori shu ekan deb shunday qo'l siltayman bo'ldi. Qo'l siltaganimdan keyin qaytib kelsa ham qo'ymayman hech kimni. Hech kim. Nano, qo'pol bo'lsa ham aytaman, tupurga qaytarib olmayman. Og'ir bo'ladi. Ha, og'ir bo'ladi aka. Qiyin bo'ladi. Lekin chidayman. Mana gapimni o'zimni gapimni hurmat qilishim yuqori darajada. Va yana bitta narsa, mana qarorlarim hurmat qilinmagan joyda, mana hurmat qilinmagan joyda, mana qadrlanmagan joyda men qolmayman. Va men u insonni o'zim oldimda ham qoldirmayman. Eng muhim o'rinda, birinchi o'rinda qadr va hurmat. So'zlarim, amallarimga. Va mana o'sha narsani qadrlab, hurmat qilgan odamga, qadrlab, mehr bergan odamga, hurmat qilgan odamga aka, ishoning. Xuddi menga qilgan hurmatdan ko'p marotaba sevishga tayyorman. Olingchi. Jam zo'r. Havo ham zo'r bo'lyapti, atmosfera ham, ha? Yaxshi. Zagaz ajoyib. Zagazna bo'lganmi? Zo'r suhbat bo'lyapti. Ali qara, sizga sodiqlik haqida gapirmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Bizga sodiqlik haqida o'rgatishmasin aka. Biz qanaqa sodiqligimizni, biz qanaqa oxirigachaligimizni bizdan ketgan inson ham va hozir bizni yonimizdagi inson ham biladi. Ya'ni aytish mumkin, sodiq bo'lsang nimaga, hozir mana insonsan bilamas deyishligi mumkin, ular o'zi ketgan. Biz sodiq bo'lgan insonlarimizga xiyonat qilmaganmiz, biz sodiq bo'lgan insonlarimizga noto'g'ri ish qilmaganmiz, biz sodiq bo'lgan insonlarimizga oxirigacha sodiq bo'lganmiz, sodiqlarga sodiq bo'lganmiz. Ya'ni o'zlari ketib, o'zlari bir xohlagan hayotlarini yashab, o'zlari ketganlaridan keyin xoh u do'stlik bo'lsin, xoh sevgi bo'lsin ham bizga sodiqlik haqida o'rgatishmasin. Chunki biz qanaqa sodiqligimizni o'zlari qalblarining tub-tubida juda ham yaxshi bilishadi. Biz sodiq bo'lgan kishilarimiz bilan oxirigachaligimizni. Agar hozir yonimizda bo'lmasa, bitta odamlar yoki qanaqadir kishilar ular o'zlari ketishgan. Biz hech kimdan voz kechmaganmiz, hech kimdan bir ketmaganmiz. Kim ketgan bo'lsa o'zi ketgan. U o'zi qaror bergan va biz ma'qullaganmiz uni. O'zimizdan o'zimiz kayfiyatimizga qarab biz voz kechmaganmiz. Ular kim gapirmoqchi bo'lsa ketganlar. Misol, ular voz kechish haqida gapirsin. Sodiqlik haqida gapirmasin. Sodiqlik haqida gapirishmasin. Sodiqlik haqida gapirish ularga emas. Ali qara, oldingi suhbatda ham she'rlaringiz juda ham odamlarni hayron qoldirib, hali oldingizda eshitib yurganlar uchun oddiy tuyular balki, lekin siz yangi tinglash, yangi ko'rish boshlaganlar uchun juda ham qiziq tuyuldi, juda ham ta'sirli ko'rindi-da. Bir o'sha ota haqidami, ona haqidami she'rlaringizdan eng yaxshi ko'rganlaringizdan bir eshitaylik. Otam talab ko'p-da. Shunaqa onam haqida ko'p aytganman. Men agar she'rlarimni eshitgan bo'lsangiz, onamni yaxshi ko'raman. Tabiiyki, onam yagona. Hammamiz ham yaxshi ko'ramiz. Hammasini, hamma kishiga onasi yagona bo'lsa kerak. Lekin otamni sog'inaman. Alloh jannatga. Keling bir o'sha otangiz, ota haqida bir she'r eshitaylik. Bo'ldi. Yiqilmasin deya ushlab yurgan qo'llaringizni sog'indim dedi. Biz aylanib birga yurgan yo'llarimiz sog'indim dedi. Tushunmaysan degan so'zingiz tushunyapman asta-sekin. Tushunganim bir bo'ldiki, yasholmas ekan erkakdek. Mana shu narsa. Jam ta'sirli. Haqiqatan erkak prosta tak borligi uchun tekinga yasholmaydi. Erkak doim to'lashi kerak, erkak doim qilishi kerak, erkak doim harakatda bo'lishi kerak. Men shu narsani tushunib yetdim. Erkak shunchaki yasholmaydi, xullas. Erkak doim majburiyatlar ortida yashaydi. Hozir aytishim mumkin, yana ayollar kelib turib, ayollarning ham majburiyati bor edi. Ya'ni aytdim, ayollarga ham oson emas. Ayollar ham uyda ertalabdan kechgacha xizmatda bo'lishlik bu oson narsa emas. Lekin Alloh taolo hech kimning toqatidan ortiq narsa bermaydi. Shu sabab ayollarning toqatdan o'tib ketmasligini bilganki, ularga shunaqa vazifa bergan. Erkaklar ham bu narsa toqatdan o'tib ketmasligini bilganda va ularga ham shunaqa bo'ldi. Haligi bir o'tgan podkastda aytdimmi, bitta ayolni erkak psixologi, erkak kishi bo'laman deb, erkak kishiga o'xshayman, yashayman deb aytmadimmi? Yo'q.
bir ma'lumot qayerda eshitib qoldim. Bitta erkak, bitta ayol erkakka hayotida yashayman deganda. Erkak kishining hayotida yashayman. Unaqa qiyin emas ular aytgandan keyin. 6 oy yashagan. 6 oydan keyin o'sha o'sha kitobda ham yozgan. 6 oydan keyin o'sha haligi psixologga qatnaydigan bo'lib qolgan. O'ziga qaytgisi kelib qolgan. Ha, psixologga qatnaydigan bo'lib qolgan deydi. Haligi juda ham kuchli nerv narsalarga qatnaydigan bo'lib qolgan deydi. Haligi aytadi, biz aytamiz, boshqa qilamiz. Buni ya'ni erkak tushunadi xolos. Ayol fitrati hech qachon ayol kishi tushunmaydi va erkak kishi ham ayol tushunmaydi. Ayol kishi o'zini tushunmaydi. Ayol kishi o'zi nima xohlayotganini bilmaydi-yu. Bugun gap ertasiga to'g'ri kelmaydi. Bu ham hayotingizda bugun aytilgan gap ayol kishining ertasiga to'g'ri keladimi, kelmaydi? Kelmaydi. Ayol kishi emotsiyalar ustidagi odam. Ayol kishi emotsiya kelgan paytda kayfiyatiga qarab turib baqiraveradi, chaqiraveradi. Xullas emotsiyasini bitida bildiradi ayol kishi. Erkak kishichi ichiga yutib, birinchi ichida hisob-kitob qilib, ichida o'ylab, taqsimlab, hozir buni aytsam kim 7 o'lcha bir kesadi. Xuddi shunaqa. Hozir buni aytsam kim ketadi, kim qoladi, kim ziyon ko'radi, kim foyda ko'radi, o'ylab, hisoblab, keyin qaror beradi erkak kishi. U qaror berdimi, tamom bergan bo'ladi. Ayol kishi kayfiyat ustida yashaydigan jonzotda. Misol настроенияsiga qarab, ya'ni emotsiyaga qarab, ko'rayotgan narsaga qarab turib, mana shu ko'rinayotgan narsaga qarab baho beradi. Erkak kishi u keyinni ham o'ylab turib qoladi. Hozir yana boshlanadi bu bola qizlarning hayteri. Ha, farq shunda. Ayol kishi shu sababdan ba'zida biz ustoz bir gaplari bor edi. Agar ayolingizga jahli chiqsa, ayol kishi sizga biddilayotgan bo'lsa, nimadir qilayotgan bo'lsa, bitta yo'l bor dedi. To'xtab tur deyish kerak ayol kishiga. Jim deyish kerak. Choy damlab kel deyish kerak. Choy damlab, choy ishdan qo'yib, bitta yonboshlab gapir deyish kerak. Yo'q-ey. Vay, yo'q-ey. Deb eshitish kerakda, baqirib gapiraveradi keyin bo'ldimi desang, haligi ayol aytadi, bo'ldi deydi. Bor ishingizni qiling. Bo'ldi. Agar o'sha emotsiyasini ustida ayol kishini siz dalish ketsa ayol kishi bilan bu tortishuv esa bo'ladi. O'shaning uchun bunaqa rosa qilganmiz. Lekin o'xshamaydigan o'xshamas ekan. Yaxshilikka hamma narsa. O'shani aytamiz. Ya'ni hammalar birga bo'lganlar o'zi biladi. Ishoning aka, manchalik tushunadigan inson yo'q. Mani qarorlarim hurmat qilinsa, manchalik sevuvchi, manchalik tushunuvchi inson yo'q. Keyin yana bitta narsa o'sha hozirgi yashayotganlarga tavsiya, to'g'ri, ayol kishini erkak bilan teng kelishi, ayol kishi baqa-chaqar qilishi, tili chiqishi yaxshi narsa emas. Ularga ziyon keltiradi ayol kishiga asosan. Ajralishib ketsa, ayol kishi ko'proq qiynaladi, erkak ham qiynaladi. Erkak kishi ichidan o'tkazganini o'zi biladi. Lekin hozir hayotda ekansizlar, birga ekansizlar. Sizlarga tavsiyam, ayollar mana shu g'azablanadigan paytda shunaqa emotsiyaga berilmasdan, yo'q-ey. Bay, yomon bo'pti-ku. Shunaqa bo'ldimi deb turib, ana undan keyin bo'ldimi, gap tugadim, deb bu bor ishingizni qiling. Deb bitta erkalab qo'yilsa, bo'ldi ayol kishi ketadi. Ayol kishi просто zahrini sochib olish kerak-da bitta. Biz o'sha narsani rosa qabul qilganmiz, rosa ko'rganmiz. No endi bundan keyin ko'rmaymiz degan bittasi. Endi yashasak ko'raveramiz aka, hayot. Ha, shu. Ali qara mana. Gaplashib suhbat ham tugutdi, go'shimiz ham tugutdi. Shuncha go'sht yeb qo'yamiz suhbat davomida. Lekin maza qilib gaplashdik, suhbat zo'r bo'ldi. Namangancha podkasti navbatdagi sonini ham mana oldik. Xush kelibsiz Ali. Rahmat. Zo'r suhbat bo'ldi. Maza qilib suhbatlashdik. Taklifga rahmat. Ayniqsa mana atmosferada boshqacha bo'ldi. Ana yerda xonada siqilib o'tirgan, lekin yaxshi bo'ldi. Lekin zo'r bo'ldi. Birinchi men rosa o'yladim. Qanaqa bo'larkin? Lekin yo'qda. Zo'r bo'ldi. Menga o'zimga ham yoqdi. Ayniqsa mana go'shtlarni pishirib o'tirishimiz. Ham qornimiz to'ydi, ham ko'nglimiz to'ldi. Muxlislar bilan birgalikda. Ba'zi mavzularni ochiqladik, ba'zi mavzularni yo'q. Hayotimiz davomida o'zi ochiqlanib qolar, ochilmagan mavzular. Bitta ikkita mavzuni ochiqlashga harakat qildingiz, lekin men ochiqlamadim. Buni sababini ham bilasiz. Yo'qotganlaringizga hech qachon achinmang. Albatta, har bir narsaning o'rnini to'ldiruvchisi bordir. Shu sababdan musulmon kishini xursand qiladigan narsa bitta, nima? Nasib. Ana shu so'z qadar, nasib. Ana shu so'z musulmon kishini juda ham ko'p vaziyatlardan chiqib ketadi. Agarda musulmon kishi ana shu narsaga iymon keltirmagan bo'lganda edi, nimaga, qanday qilib degan narsalar bu inson ich-etini yeb kemirib olgan bo'ladi. Shu sababdan nima deymiz? Nasib. Rahmat. Xush kelibsiz Ali. Sizlarga vaqtingizni ajratganingiz uchun. Namangancha podkasti navbatdagi sonlarni kuzatib turinglar.
keyingi mehmonlarimiz juda ham ajoyib mashhur aktyor aktrisalar bo'lishi mumkin. Podpiska, like, komment yozishni unutmanglar, lekin ayollarni heyteri deb yozmang. Rahmat, sog' Hammaga bo'ling. rahmat. Ko'rayotganlar, kuzatayotganlar, like, podpiska esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlash. Sizlar qo'llab-quvvatlasanglar, bu akamiz ham yaxshi Yanada narsalar, ha. ustimizda ishlashni Xuddi shunaqa boshladi. insonni qo'llanganini ko'rsa yana ham ustida ishlashni boshlaydi. Shu sababdan qo'llash esdan chiqmasin. Albatta biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlar ham bizni yaxshi ko'ringlar. Rahmat, sog' Hammaga bo'ling. rahmat. Ovqatingiz aynak. Ha. Tugatib qo'yaylik. Bismillah. Assalomu alaykum Namangan, bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q, namangancha gaplashamiz qani, let's go. Whoa!